Oliy ta'lim tizimida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish va xorijiy universitetlar bilan aloqalarni mustahkamlash bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ana shu maqsadlar doirasida Toshkent davlat agrar universitetida O'zbekiston-Polsha kuni o'tkazildi. O'zbekiston va Polsha ta'lim, ilm-fan va madaniyat sohasidagi hamkorlik istiqbollari mavzusida tashkil etilgan tadbir ikki davlat o'rtasidagi akademik aloqalarni rivojlantirish, ilg'or tajribalarni almashish hamda yoshlar uchun xalqaro ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishga qaratildi. Unda Polsha Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi vakillari, Polshaning nufuzli oliy ta'lim muassasasi rahbariyati, universitet professor o'qituvchilari, talaba yoshlar, abituriyentlar hamda xalqaro hamkor tashkilot vakillari ishtirok etdi. So'zga chiqqan mutasaddilar ikki davlat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, qo'shma ta'lim dasturlarini rivojlantirish va ilmiy izlanishlarni yangi bosqichga olib chiqish masalalariga alohida to'xtaldilar. Bugungi kunda bizda qo'shma ta'lim dasturlarida ta'lim olayotgan yoshlarimiz soni 200 dan oshdi va bu yil albatta bular sonini 500 ga yetkazish reja qilganmiz. Mana bugun Polshaning yetakchi universiteti bilan birgalikda qo'shma ta'lim dasturining taqdimoti bu yoshlarimiz uchun ham ta'lim olish ham amaliyotini Polshaning yetakchi qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish korxonalarida davom ettirish imkoniyatini beryapti. Tillarni bilish, o'zini sohasi bo'yicha mukammal kompetensiyaga ega bo'lish hamda xalqaro amaliyotga ega bo'lish albatta bu yoshlarimizni imkoniyatlarini oshiradi. Shu borada biz hamkorligimizni bir qancha yo'nalishlarda kengaytirib, yoshlar uchun ham bakalavriat ham magistratura bosqichlarida mana shunday xalqaro ta'lim olish imkoniyatlarini ochib beryapmiz. Bu imkoniyatlar yoshlarimizga yangi yo'nalishlarni o'zlashtirish, nafaqat mamlakatimiz, balki xalqaro mehnat bozorini talablaridan kelib chiqqan holda bilimlarni o'zlashtirishga imkoniyat beryapti. Ochiq eshiklar kuni doirasida qo'shma ta'lim dasturlari, grant loyihalari, akademik almashinuv imkoniyatlari hamda xalqaro hamkorlik yo'nalishlariga bag'ishlangan taqdimotlar o'tkazildi. Ishtirokchilarga universitetning qabul jarayonlari, zamonaviy ta'lim tizimi va xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar haqida batafsil ma'lumot berildi. Очень достойный цель визита, один из наших polskich wuzów. Tashrifimizning asosiy maqsadi juda muhim va dolzarb yo'nalishlarga qaratilgan. Polshadagi hamkor oliy ta'lim muassasalarimizdan biri qishloq xo'jaligini boshqarish yo'nalishiga ixtisoslashgan bo'lib, u bir necha yildan buyon O'zbekiston agrar universiteti talabalari uchun Polshada aynan qishloq xo'jaligi jarayonlarini boshqarishga oid ta'lim dasturlarini amalga oshirib kelmoqda. Bugungi zamonaviy qishloq xo'jaligida boshqaruv masalalari nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Ilgari asosiy e'tibor ishlab chiqarish texnologiyalariga qaratilgan bo'lsa, bugungi kunda texnologiya va samarali boshqaruv bir-birini to'ldiradigan muvaffaqiyatni belgilovchi asosiy omildir. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida katta o'zgarishlar amalga oshirilayotganini yaxshi bilamiz. Bugungi kunda ekinlarni diversifikatsiya qilish, suv resurslarini kam talab qiladigan yangi yo'nalishlarni rivojlantirish dolzarb vazifaga aylangan. Suv tanqisligi sharoitida qishloq xo'jaligini kam suv sarflaydigan ekinlar asosida rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu hamkorlik ikki tomon uchun ham manfaatlidir. Bu hamkorlik bundan taxminan 15 yil avval boshlangan bo'lib, mutaxassislarning ta'kidlashicha, Polshadagi fermer xo'jaliklarining yer maydonlari hajmi O'zbekistondagiga juda o'xshash. Shu sababli Polshada shakllangan qishloq xo'jaligi modeli O'zbekiston sharoitida ham muvaffaqiyatli qo'llanilishi va mamlakat uchun ajoyib tajriba bo'lishi mumkin. Эта модель польская, она может быть очень привлекательна для Узбекистана. Tadbir yakunida talaba yoshlar va abituriyentlar ishtirokida Polsha tarixi, ta'lim tizimi va madaniyatiga bag'ishlangan interaktiv savol-javoblar tashkil etildi. Faol yoshlar tashkilotchilar tomonidan rag'batlantirildi. Ochiq eshiklar kuni nafaqat universitet imkoniyatlarini keng jamoatchilikka tanishtirish, balki O'zbekiston va Polsha o'rtasidagi ilmiy akademik hamkorlikni mustahkamlash, xalqaro ta'lim loyihalarini kengaytirish hamda yoshlar uchun yangi istiqbollarni ochishga xizmat qiluvchi muhim platforma bo'ldi.